Ko'ndalang kesimi uxlayotgan ruscha S harfini eslatuvchi tuzilma traxiya haqida gaplashamiz. Traxiya bu hiqildoqning davomi bo'lib, 6-bo'yin umurtqasidan boshlanadi va pastga yo'nalib, eng oxirgi nuqtasi 4-ko'krak umurtqasigacha davom etadi. Va traxiya 15-20 ta gialinli tog'aydan tashkil topgan bo'lib, orqa tarafi fibromuskulyar pardani hosil qiladi. Endi bizga savol berish mumkin. Bu yerda hiqildoq joylashgan. Hiqildoq traxiyaga nima orqali davom etadi degan savol tug'iladi va bizning javobimiz ligamentum cricotracheale deb ataladi, ya'ni boylam orqali o'tadi. Qaysi tog'ay orqali o'tadi desa, cartilagocricoidea ligamentum cricotracheale orqali traxiyaga kelib bog'lanyapti. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, davom etamiz. Endi gistologik tuzilish haqida gaplashamiz. Biz gistologik tuzilishini ko'rganimizda ichki tarafdan boshlaymiz. Eng ichki qavatida tunika mukoza shilliq qavati joylashgan va uning ostida esa tunika submukoza joylashgan bo'ladi. Ichki tarafdan qaraydigan bo'lsak. Va bu qismida glandula trachealis, ya'ni traxiya bezlari joylashgan bo'lib, va bu bezlarning vazifasi shilliq ishlab chiqarish vazifasini bajaradi, ya'ni namlab turadi. Keyingi qavatimiz bu tunika fibromuskulyar cartilagenia qavati. Bekorga unday uzun emas, ikki xil tuzilma joylashgan. Oldingi qismida cartilago trachealis, ya'ni S shaklida joylashgan, C shaklida joylashgan cartilago trachea, ya'ni traxiya tog'ayi joylashgan bo'lib, bu oddiy tilda aytadigan bo'lsak, skelet vazifasini bajaradi havo o'tishi uchun. Orqa qismida esa membranali qismi joylashgan bo'lib, fibromuskulyar parda deb ataladi va uning orqasida esa esofagus qizil o'ngach joylashgan bo'ladi. Va ularning eng tashqi qavatidan esa tunika adventitia qoplab turadi. Mana bu qismdan o'tadi. Bu tarafi qizil o'ngachga tegishli emas. Xo'p, davom etadigan bo'lsak, biz aytdik, 15-20 ta gialinli tog'aydan, ya'ni cartilago tracheadan iborat bo'ladi va ularning orasida ligamenta annularia trachea tortilgan bo'ladi. Bu 15-20 ta C shaklidagi tuzilmalar va ularning orasida joylashgan ligamentalar. Endi biz aytdik, orqa tarafida tog'ay bo'lmaydi. U yerda membrana joylashgan bo'ladi, ya'ni fibromuskulyar parda joylashgan bo'lib, va bu qizil o'ngach bilan chegaralanadi. Va bundan tashqari biz ichki qismida glandula trachealis, ya'ni traxiya bezlari joylashgan bo'lib, shilliq ishlab chiqarish vazifasini bajaradi dedik. Endi tog'aylar pastga davom etganda 4-ko'krak umurtqasida bifurkatsiya hosil qiladi va bu yerda uchburchak shaklida joylashgan karina traxeya, ya'ni traxiya karinasi joylashgan bo'ladi. Bu klinik jihatdan ahamiyatga ega bo'lgan hudud hisoblanadi. Ichki tarafdan qaraydigan bo'lsa, quyidagicha joylashadi. Endi traxiyaning qismlari haqida gaplashamiz. Traxiya ikki qismdan iborat bo'ladi. Yuqorgi qismi pars cervicalis bo'yin qismi hisoblanadi va bu 6-bo'yin umurtqasidan boshlanyapti. Pars thoracica ko'krak qismi esa tush dastasining yuqorisidan boshlanib, mana bu qismda yuqorisidan boshlanib, 4-ko'krak umurtqasida bronxlarga bo'linyapti. Endi shu ikki qismning sintopiyasi haqida gaplashamiz. Sintopiya bu juda muhim bo'lgan ma'lumotlar. Pars cervicalis bo'yin qismi sintopiyasida oldingi qismida qalqonsimon bezning istmusi joylashgan bo'ladi. Bizda mana bu traxiya, uning oldida istmusa qalqonsimon bezning. Ikki yonida esa qalqonsimon bezning o'zi joylashgan bo'ladi. Orqa tarafida qizil o'ngach joylashgan bo'ladi. Dorsolateral degani orqa lateral qismida hiqildoqning qaytuvchi nervi joylashgan bo'ladi. Keyingi rasmda bu yaqqolroq ko'rilgan. Mana keyingi rasmda yaqqol ko'ringan traxeyani ko'radigan bo'lsak, mana bizda yaqqol ko'ringani nervus laryngis recurrens joylashgan sariq rangdagi tuzilma ikki tarafda. Ikki tarafda qalqonsimon bezning qismi, oldinda istmus joylashgan bo'ladi, orqasida qizil o'ngach. Va vagina karotika dorsolateral qismida. Endi pars thoracica pastroqqa tushgandan keyin biroz o'zgaradi, lekin orqa tarafida qizil o'ngach hali ham davom etyapti dorsalis qismida. Oldingi qismida esa aortaning ravog'i, ya'ni arcus aorta, boshqa rangda ko'rsatsam ham yaqqolroq ko'rinadi. Mana bu arcus aorta va uning shoxlari joylashyapti. Sinistra degani chap qismi, dextra degani o'ng qismi. Rasm bizga qarab turgani uchun biroz teskari joylashadi, ya'ni chap taraf bu taraf, o'ng taraf bu taraf.
chap tarafida hiqildoqning qaytuvchi nervining chap qismi sariq rangda ko'rsatilgan va arkus aorta joylashgan, mana pastga davom etyapti. O'ng tarafida esa xuddi shu qaytuvchi hiqildoq nervining o'ng tarmog'i sariq rangda ko'rsatilgan va hamda vena, ya'ni yuqori kavak vena, vena cava superior bilan vena azigus joylashgan bo'ladi.